Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bu kanalda har doimgidek bloger Oltinbekman. Hurmatli muxlislar, avvalambor sizlarga o'zimning qalbimdan chiqayotgan astoydil minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Men sizlardan juda ham minnatdorman. Meni qo'llab-quvvatlab kelayotganlaringizdan va ajoyib chiroyli kommentariyalar qoldirayotganingizdan. Men sizlardan juda ham minnatdorman. Men barchangizni sevaman. Men nafaqat insonlarni, men butun dunyoni, butun olamni sevaman. Insonning qalbida ajoyib his. U hisni hozir men o'sha hisni his qilyapman. O'sha his ajoyib bir tuyg'u. U tuyg'u bor ekan qalbingizda, ichki dunyoyingizda, ruhiy olamingizda qanday nomlasangiz shunday nomlang, lekin bu bor narsa hech qanday, bu har xil nomlar bilan nomlanishi mumkin. Har millat o'zining tilida nonni, suvni, havoni, uyini, insonlarni nomlagandek. Bu prosta so'z, zvuk, shunchaki nom bo'ldi. Yaxshiyam nom, yomonam bitta so'z, yaxshiyam bitta so'z. Oqam bitta so'z, qorayam bitta so'z. Buning hammasi so'z. Lekin mana shu narsalarni ikkiga bo'lib tashlayotgan narsa bu aql. Aqlning mana shu yaxshi yomon, bo'ladi bo'lmaydi, katta kichik va hokazo bo'layotgan, o'sha miyadagi bo'layotgan mana shu aqlning mahsulotlarini o'zimizga qabul qilib, xuddi mana shuning aqlning o'sha bo'lib tashlagan har xil narsalarga yaxshi yomon, bo'ladi bo'lmaydi, oq qora, past baland, bo'lish bo'lmasligi, ikkilanishliklar, mana shu aqlning mahsuli. Ego ham, men degan ego ham o'sha hamma narsani, ko'p narsalarni xohlayotgan, intilib, bilim farqi yo'q, yuqoriga intilish, balandliklarga, cho'qqilarga chiqish, ajoyib narsalarni iste'mol qilib kiyish, obro'yu boshqa hamma narsa ego, o'sha egoning xohishlari, o'sha egoning xohishlarini egoni ta'minlab, o'sha xohishlarni ta'minlash uchun harakat qilasiz. Ya'ni tashqi dunyoda ana shu narsani qidirasiz. Ego xohlaydi avtomobil minishni, chiroyli qilib kiyinishni, biron joylarga sayohatlarga chiqishni, qanday bir bilim olishni, yoki mana hozir o'zimni topmoqchiman degan narsalar hammasi egoniki, azizlarim, egoniki. Men aytgan gaplarimni, gapirayotgan gaplarimni hozir ko'pchiliklar tushunmaydi. Ya'ni meni birinchi marta ko'rayotgan, birinchi marta eshitayotgan, ya bo'lmasam mening faqat oldin texnikalarimni ko'rib, bunaqangi so'zlarimni eshitmagan muxlislarim ham hayron qolayotgan bo'lishi kerak. Bu taajjublanish tabiiy. Inson o'zini topganda, azizlarim, bu ajoyib baxt. Bu baxt deb men faqat sizga buni tushuntirib berish uchun aytyapman. Bu hech qanaqangi so'z bilan ta'riflab beradigan narsa emas. Ajoyib bir tuyg'u, his. O'sha his sizda paydo bo'ladi. O'sha hisni o'zingizda, ichki olamingizda, ichki ruhingizda o'sha narsani paydo qilsangiz, o'sha aslida o'sha bor, uni paydo qilish ham shart emas. U bor, shu yuragingizda deymi, qalbingiz deymi, ruhingiz deymi, farqi yo'q. Buni hammasi so'zlar. Ichki dunyo, ruhiy olam, buni hammasi so'zlar, azizlarim. Lekin bitta narsa, o'sha narsa bor. Ana o'sha narsani his qila olsangiz, o'sha narsa judayam, mana hozir yurak urishingizni his qilyapsizmi?
Siz yurak urishingizni hozir men gapirganimda quloq solib, diqqat qilib, tinchlikda diqqat e'tiboringiz yurak urishiga quloq solishingizda bo'lgandagina siz yuragingiz urishayotganini his qilasiz. Undan oldin his qilasizmi? His qildingizmi? Yo'q, his qilmadingiz. Yurak urishi o'z-o'zidan bo'layapti. Yurak bor, u urayapti. Lekin uning urayotganini sen his qilayotganing yo'q. Yurak yashayotganini, uning harakat qilayotganini sen his qilganing yo'q edi. Sen mana bu tashqi olamning tashvishlari bilan ovora eding. Uni qilay, buni qilay, buni to'g'rilay, qana u qilay yoki qanaqadir so'zlar bilan, gaplar bilan, boshqa bir mashg'ulotlar bilan ovora eding. Ya'ni mana shu yolg'on dunyoning tashvishlari bilan. Mana hozir qulog'ingda, diqqatingni yuragingni urishiga qara. Quloq sol. Yuraging sekin urayotganini sezasan. Yana diqqat bilan kuzatsang, u kuchayadi. Uning aniq tiniq qanday urayotganini dub eshitasan. Yana diqqat bilan o'sha joyni kuzatib boraversang, yana o'sha kuchayib boradi. Как будто sen o'sha katta bir yurak, judayam keng, katta bir zdaniyadek, undan ham katta bir yurakning ichida kichkinagina sen o'sha narsani ichida bo'lib qolasan. Ana shunday ko'ryapsanmi? Sen e'tibor bermayotgan yuragingni urishini e'tibor qilsang, qanchalik u katta ekanligini, qanchalik o'sha narsa qanaqangi urush urayotganini, harakat qilayotganini eshitasan, tushunayapsanmi? Sezasan ham. Xuddi shunday men hozir aytayotgan ajoyib bir tuyg'uni, hisni sen his qilganingda bu olamda yashash judayam oson, yengil va ozod ekanligini tushunib yetasan. Hech qanaqangi o'lim, hech qanaqangi biron bir muhtojlik, kasallik degan narsa seni qo'rqitmaydi, chunki u narsalar yo'q. Shunday ekan, mana shu narsani o'zingda o'zligingni topishing uchun senga ajoyib praktikalar, texnikalar beraman. Men faqat menga o'xshagan bir ustozlar, farqi yo'q, u qanday ustozlar, o'sha ustozlar faqat o'zidagi bilimlarini bera olishi mumkin xolos. Sendan o'sha narsani olib, o'shani o'zingning hayotingda tajribada o'tkazib, o'zing hayotda o'z yo'lingni topa olishing oson bo'ladi. O'zing yo'ling bo'ladi. Men falonchiga o'xshashni xohlayman, men falonchiga o'xshashni xohlayman, falonchi pismadonga bo'lganimda edi, shunaqa bo'lganimda yo'q. Bu dunyoda hech kimga o'xshamaydi. Hech kimning taqdiri bironta insonga o'xshamaydi. Bironta insonning taqdiriga. Yo'q bunday narsa. Ana o'shaning uchun azizlarim, men kecha e'lon qildim 1-aprelda yangi o'quvchilar qabul qilishni. Shu bilan birga men hozir sizlarga yana bir e'lonni e'lon qilmoqchiman. Shu yilning iyun va iyul oylarida men O'zbekistonda bo'laman va O'zbekistonning Toshkent, Jizzax, Samarqand, qolaversa Vodiy, Namangan viloyatida retrit tashkillashtirdim. Retritga barchangizni taklif qilaman. Men bilan birgalikda
mening praktikalarimni bajaring va men sizga hozir aytib berayotgan, sizlarga tushuntirib berishga o'sha narsani harakat qilyapman. Lekin aslida o'sha narsani inson his qilganda u boshqacha bo'ladi. Unga so'z, ta'rif berish qiyin. Ta'rif yo'q unga. U hamma narsa o'zingsan. Hamma narsa o'zingsan. Hamma narsa o'zi bor. O'sha energiya, hamma narsa bor. Sen o'ylaysan, ko'zing bilan ko'rishing kerak, qo'ling bilan ushlashing kerak. Energiya, quvvat. Sen o'zingsan o'sha hammasi. Sen o'zing yarata olasan hamma narsani. Sen mana miyangda yarata olyapsanki fikrlaring bilan. Qanday qarz olishni, qayerga borishni, например, скажем, ha? Qanday ish tutishni, qanday borishni miyangda. Men sizga qarzlarni qanday olish kerakligini, qayerdan qanday qilib pul topish kerakligini emas, qanday qilib o'sha narsalarni, senga hozir kerak, muhtoj bo'lgan narsalaringni o'sha miyangda o'zlari programmalashadi. Meni o'quvchilarim bor, ajoyib o'quvchilarim. Bu narsalar ularning miyasida programmalashgan. Azizlarim, gruppaga a'zo bo'ling, Telegram gruppaga va o'sha yerda eshiting. O'sha yerda yozilgan голосовойlar eshiting, o'qing, kuzating. Darslar olishingiz ham mumkin. Yopiq gruppamga darslarga taklif qilaman. O'zbekistonda retretlarga taklif qilaman. Barchangizni o'zingizni toping azizim. Bu oson. Judayam baxt sizsiz, davlat, boylik bu sizsiz. O'sha narsani his qilganingizda qalbingizda hamma narsa sizda bor. Sog' bo'ling azizlarim, salomat bo'ling. Barchangizni sevaman.